11-qism. O'sha yili hali guruch sarg'aymasdan turib, somoni hali yashil ekanida kuchli yomg'ir mavsumi boshlanib ketdi. Deyarli bir oy davom etgan har kuni yomg'ir yog'di. Orada bir havo ochilsa ham 2 kun o'tmasdan turib yana osmon qop-qora bulut bilan qoplanar, qaytadan yog'ingarchilik boshlanardi. Dalalar suv bilan to'lib toshib borar. Sholi poyi bo'yi kun sayin suv ichidan ko'rinmay qoladigan darajaga yetgandi. Nihoyat sholi poyi butunlay suv ostida qolib ketdi. Qishloqning qariyalari shikoyat qilishar, bu balodan qanday qutulamiz deyishardi. Yoshlarning fikri ijobiy. Hukumat bizni tashlab qo'ymasligini aytishardi. Nega xafa bo'lasiz? Albatta, har muammoning bir yechimi bo'ladi. Rais don olib kelgani markazga ketgan. Rais 3 marta kommuna markaziga va 1 marta tuman markaziga borib keldi. Har safar qo'li bo'sh, bitta gapni ko'tarib kelardi. Hamma tinchlansin. Hokim o'zi ochlikdan o'lmagunicha hech kim ochlikdan qirilib ketmasligiga so'z berdi. Bir oy davomida yoqqan yomg'irdan keyin kunlab davom etgan issiq shamollar boshlandi va dalalardagi hamma hosil chiridi. Kech kirib, shamol esa boshlanganida daladagi hid xuddi o'lik jasadning qo'lansa hididek chidab bo'lmaydigan darajaga yetardi. Avvaliga hamma guruchning somonidan foydalansak bo'ladi deb o'yladi. Guruch yetilib ulgurmagani uchun somon ham chirib bitgandi. Hech vaqo qolmadi. Rais hokim bizga don jo'natishini aytdi, biroq hech narsa kelmadi. Aslida hech kim raisning gapiga ishonmagan edi. Biroq ishonmaslikka ham jasoratlari yo'q edi. Umidimizni yo'qotsak, qanday qilib yashashimiz mumkin axir? Ahvol shunchalar yomon tus oldiki, insonlar qozonga tushadigan guruch donalarini sanaydigan bo'lishdi. Deyarli hech qanaqa oziq-ovqat qolmadi. Hech kimning guruch pishirishga qurbi yetmay qoldi. Hamma arpa qaynatar, u ham kun sayin ozayib bormoqda edi. 2-3 oydan keyin bor zaxiramiz tugadi. Jashin bilan o'tirib maslahat qildik. Qo'zichoqni shaharga olib borib sotadigan bo'ldim. 55 kilo guruchga ayir boshlasak bo'ladi deb taxmin qilgandik. Bu guruch bizga keyingi hosil o'rilgunga qadar amallab yetardi. Yuchin boshini egdi. Hech narsa demadi. Qo'zichog'idan ajralishni hech ham istamas edi. Yelkasini siladim. Ahvolimiz yaxshilansin, so'z beraman. Senga yana bitta sotib olib beraman. Yuchin boshini qimirlatib ma'qul edi. O'g'limiz kattarib qolgan, avvalgiga qaraganda gapga tezroq tushunadigan bo'lgandi. Bir necha yil oldin bo'lganda bormi, yig'idan to'xtamagan bo'lardi. Men og'ilxonadan chiqarkanman, ko'ylagimdan tortqilab, yolvorgan holatda, "Otajon, iltimos, uni qassobga sotmang, maylimi?" Bunday paytda kim ham qo'zichoq boqadi? Qassobdan boshqa kim ham olardi uni, deb o'yladim ichimdan. Biroq Yuchinning yuziga qarab, boshimni qimirlatib qo'ydim. Ertasiga yelkamga bo'sh guruch xaltasini tashlab, qo'zichoqni yonimga oldim. Qishloqdan chiqaverishda Jashinning ovozini eshitdim. Ortimga qarasam, ayolim va Yuchin kelishayotgan edi. Jashin, "Yuchin ham siz bilan bormoqchi" dedi. Bugun bozor kuni, maktab yo'q. Nima qiladi shaharda dedim. "Qo'yavering, siz bilan borsin." Yuchin yana biroz bo'lsin qo'zichog'i yonida bo'lishni istayotganini bilardim. Qarshilik qilsam, onasi xafa bo'lishidan qo'rqdim. Istasa, kelaversin dedim. Unga qo'l siltab yonimga chaqirdim. Yuchin darrov yugurib keldi va birga shaharga qarab yo'lga tushdik. Yuchin yo'l bo'yi miq etmadi. Biroq qo'zichog'i tinmay marar, Yuchin uni arqonchasidan tutib borardi. Qo'zichoq har zamonda bir boshini Yuchinning ketiga urardi. Qo'zichoq ham insonga o'xshab ketadi. Unga har kun yemish beradigan odam Yuchin ekanligini yaxshi bilardi va shu sababli unga juda o'rganib qolgan edi. Aynan ana shu iliq munosabat sabab Yuchin yanada ko'proq xafa bo'layotgan edi. Ko'z yoshini tutib turishga harakat qilib, lablarini tishlab borardi. Yuchinni bunday boshi egik holatda ko'rish mening ham yuragimni ezib yubordi. Uni xursand qiladigan biror narsa deyishga urindim. Uni sotish so'yilib ketishidan yaxshiroq deb yupatdim. Qo'zichoq ham bir jonzot, tug'ildimi, albatta bir kun kelib o'ladi. Shaharchaga yetib bordik. Endi muyulishdan o'tgan edik, Yuchin taq etib to'xtadi. Qo'zichog'iga qarab, "Otajon,
Sizni shu yerda kutib turaman, dedi. Qo'zichoqni sotayotganimni ko'rishni istamayotganini bilardim. Jilovni uning qo'lidan olib, qo'zichoqni yetaklab ketdim. Bir necha qadam tashlagandan keyin Yuchin orqamdan "Otajon, menga bergan so'zingizni unutmang", dedi. O'girilib, qaysi va'dani aytayotganini so'radim. Yuchinning jahli chiqib, "Uni qassobga sotmayman deb so'z berdingiz-ku", dedi. Kechagi gaplarni allaqachon esdan chiqargan edim. Yaxshiyam Yuchin men bilan kelgan ekan. Bo'lmasa, albatta yig'lagan bo'lardi. "Esimda", dedim unga javoban. Qo'zichoqni yetaklab, to'ppa-to'g'ri qassob do'koniga olib bordim. U yerga yetib borganimda, odatda go'sht osilib turadigan rasta bo'm-bo'sh edi. Bunday taqchillik paytida bitta ham osilib turgan go'sht bo'lagi ko'rinmadi. Ichkarida bir kishi boshi egik holatda o'tirardi. Unga qo'zichoq olib kelgan bo'lsam ham, umuman xursand bo'lmadi. Qo'zichoqni tortar ekan, qo'llari qaltirardi. "Majolim yo'q. Ochlikdan qiynalib ketdim", dedi menga. Shaharda ham yegulik topish muammosi bor edi. 10 kundan beri do'konda go'sht yo'q ekanini aytdi. Qo'llari qaltiragan holatda 20 metr nariroqda turgan elektr tarozini yoqdi. "Biroz kutib tur. 1 soatda go'sht olishni istovchilar navbatda turadi bu yerda", dedi. Uning gapi to'g'ri edi. Hali men do'kondan chiqib ulgurmasimdan 10 kishidan ko'proq odam navbatga tizildi. Guruch omborining oldida ham navbat turna qator edi. O'sha qo'zichoqning puliga 55 kilo guruch olsam kerak deb o'ylagandim. Biroq uyga 20 kilogina guruch olib bora oldim. Kichik bir do'konning oldidan o'tar ekanmiz. Cho'ntagimdan 2 fen chiqarib, Yuchinga konfet oldim. Yil bo'yi tinmadi. Ozroq shirinlik olib bersam arziydi. 20 kilo guruchni yelkamga ortib, uyning yo'lini tutdim. Yuchin biz kelishgan joyda kutib turardi. U yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Yerda yotgan toshlarni tepkilardi. Unga olgan konfetlarni berdim. Bittasini cho'ntagiga soldi, ikkinchisini og'ziga. Konfetning o'ramini yo'lda yurib borayotib, e'tibor bilan buklab olib qo'ydi. Keyin boshini ko'tarib menga qarab, "Otajon, sizga ham beraymi?" deb so'radi. "O'zing yeyaver, bolajonim", deb javob berdim men. 20 kilo guruchni uygacha ortmoqlab bordim. Guruch xaltasiga ko'zi tushishi bilan Jashin qopda qancha guruch borligini taxmin qilgan edi. Chuqur xo'rsindi, biroq hech narsa demadi. Rafiqam hammamizdan ham qiyin ahvolda edi. Har kuni 4 kishining qornini qanday qilib to'ydirish haqida bosh qotirish kerak. Shunchalar o'ychan bo'lib qolganidan kechalari uxlamay chiqardi. Ahvol qancha yomonlashsa yomonlashsin, bir yo'lini topib qaddimizni tik tutishimiz shart edi. Jashin har kuni qo'liga savatni olib, yovvoyi o't topib o'rib kelgani chiqib ketardi. O'zi shundoq ham kasal. Buning ustiga kun bo'yi och qolishga majbur. Shifokor haq gapni aytgan edi. Ayolimning ahvoli kundan kunga yomonlashib borardi. Yurayotganida tayoqqa suyanib olar, bir necha qadam tashlagandan keyin terga botib ketardi. Boshqa ayollar yovvoyi o't o'rish uchun yerga cho'kkalab o'tirib olishsa, xotini faqatgina tizzalab o'tira olardi xolos. O'rnidan turishga harakat qilganida tanasi muvozanatni yo'qotgandek titray boshlardi. Uni bunday ahvolda ko'rishga bardosh bera olmasdim. Bir marta unga "Nega uyda o'tirib damingni olmaysan?" dedim. Lekin u taklifimni qabul qilmadi. Tayog'iga suyanib tashqariga chiqdi. Qo'lidan yengilgina tortdim. Yerga yiqilib yig'lay boshladi. "Men hali o'lganim yo'q, biroq siz menga xuddi o'likdek munosabatda bo'lyapsiz", deb yig'lardi u. Juda nochor ahvolda edim. Ayollarning asabi chidamli, aytmagan yoki qilmagan narsalari qolmaydi. Agar ishlashga ruxsat bermasam, o'zini ishga yaroqli emas deb hisoblagan bo'lardi. 20 kilo guruch 3 oyga qolmasdan tugadi. Jashin guruchni tejab ishlatmaganida, bol qovoq barglari va daraxt po'stloqlarini to'plamaganida 2 haftada ham tugab qolishi hech gap emasdi. Qishloqda hech kimda don-dun qolmadi. Hamma yovvoyi o'tlar o'ralib, yoyilib ketdi. Ba'zi oilalar majburlikdan daraxtlarning ildizlarini qazib olib yeya boshlashdi. Qishloqda odam soni borgan sayin kamayib bordi. Har bir o'tayotgan kun ko'proq odam qo'liga sadaqa idishini olib, tilanchilik qilish uchun yo'lga tushardi.
Rais tuman markaziga yana bir necha marta borib keldi. Qaytishda qishloqqa kiraverishda nafasini rostlab olish uchun o'tirib kutardi. Yegulik topish maqsadida dalalarni qarich-qarich aylanib chiqayotgan bir necha kishi undan "Janob rais, qachon don jo'natisharkan?" deb so'rashar edi. Rais boshini u yoqdan bu yoqqa qimirlatib, "Yura olmayapman" deb bahona qilardi. Yo'lda tilanchilik uchun ketayotgan odamlarga ko'zi tushsa, ularga qarata "Bekorga borib ovora bo'lmanglar, shahardagilar ham och" deb ogohlantirardi. Yovvoyi o't qolmaganini bilsa ham, jashin hassasiga suyanib, tashqariga chiqar, uzzukun yeyish mumkin bo'lgan biror narsa topish uchun ilinjida dalalarni kezib chiqardi. Yuchin ham ba'zan u bilan birga borardi. O'g'lim tez o'sayotgandi, biroq yegulikning tayini bo'lmagani uchun gavdasi bambuk novdasidek ozg'in edi. Yuchin hali yosh, jashin zo'rg'a yurardi. Shunday bo'lsa-da, yovvoyi o't topish maqsadida tinim bilmasdilar. Ba'zan Yuchin, "Onajon, juda ochqab ketdim, yurishga holim qolmadi" deb shikoyat qilardi. Jashin o'g'liga ovqat topib berish uchun qayerga ham borishi mumkin. U faqatgina Yuchinga "Bor o'g'lim, biroz suv ich" deya olardi xolos. Yuchinning qo'lidan suv bo'yiga borish, u yerdan halqumni to'ldirib suv ichishdan boshqa hech narsa kelmasdi. Feyxiya qo'liga ketmon olib, men bilan birga daladan shirin kartoshka topish uchun borardi. Ham qishloqlarimiz tuproqni balki 10 martalab ag'dar-to'ntar qilib tashlagan bo'lishlariga qaramay, qaytadan yegulik axtarishda davom etardilar. Ba'zida kun bo'yi qazisak ham chirigan qovun po'chog'idan boshqa hech narsa topa olmas edik. Feyxiyani ochlik qiynab yubordi. Yuzlari so'ligan va ketmonni ko'tarib urganida boshi oldinga tushib ketgudek bo'lardi. Gapira olmas, qila olishi mumkin bo'lgan yagona ish mehnat edi. Qayerga bormay yonimda. Aslida bu to'g'ri fikr emas, bilaman. Ikkalamiz turli yerlardan yegulik axtarsak yaxshi bo'lardi. Feyxiyaga boshqa joyni qovlab ko'rishini qo'lim bilan tushuntirdim. Mendan sal uzoqlashishi bilan uning boshiga balo yog'ilishini kim bilibdi deysiz? Feyxiya ham qishlog'imiz Vangsi ismli odam bilan bitta dalani qazib, shirin kartoshka qidirayotgandi. Aslida Vangsi yomon odam emas. Men qo'shinda xizmat qilganimda otasi bilan birga Jashinga dala ishlarida yordam qilishgan edi. Biroq ochlik insonni turli jirkanchlik va yomonlik tomonga sudrashi mumkin ekan. Feyxiya tuproqni kovlab, shirin kartoshka topib olgan ekan. Biroq Vangsi uning gapira olmasligidan foydalanib qolay degan shekilli. Feyxiya ko'ylagining bir cheti bilan kartoshkani tozalab o'tirganida Vangsi uning qo'lidan kartoshkani yulib olgan. Feyxiya juda tarbiyali va bosiq qiz edi. Biroq bu sharoitda u ham o'zini boshqacha tutishga majbur bo'lgan. Vangsiga tashlanib, undan kartoshkani qaytarib olish uchun kurashadi va o'z maqsadiga erishadi. Vangsi xuddi chaqaloqlardek yig'lay boshlaydi. Uning niyati yon atrofdagi barcha Feyxiyani o'g'ri deb o'ylash edi. Vangsi menga qarab, "Fuguyi, qizingning esi joyidami? Ocharchilikda bo'lsa ham o'g'rilikni oqlay bo'lmaydi" deb baqira ketdi. Feyxiya kartoshkani qo'llari bilan qattiq ushlab, uni Vangsidan qo'rishga harakat qilayotganini ko'rib, uni chetroqqa tortdim. Qizim shunchalar xafa ediki, ko'z yoshlari to'xtamas edi. Qo'l ishoralari bilan Vangsi kartoshkani undan tortib olishga harakat qilganini tushuntirdi. Boshqa ham qishloqlarimiz ham uning nima demoqchi ekanligini tushungan edilar. "Sen o'g'irladingmi yoki u sendan tortib oldimi?" deb so'rashdi ular. Vangsi xuddi nohaq ayblanayotgan odam nazari bilan ularga boqdi. "Hammangiz ko'rdingiz, u-ku mendan tortib oldi" deb qichqirdi. Qishloq ahli Feyxiya bunday ish qilmasligini biladi deb e'tiroz bildirdim. "Agar bu kartoshka chindan ham seniki bo'lsa, ola qol. Agar unday bo'lmasa, umid qilamanki, yeyotganingda tiqilib o'lasan" deb qarg'adim uni. Vangsi qo'l uchi bilan Feyxiyani ko'rsatib, "Uning o'zi aytsin kimniki ekanligini" dedi. Feyxiyaning gapira olmasligini bilgan holat. Qaysi vijdon bilan bunday talab qo'yishi mumkin axir? Shunchalik asabim qo'ziganidan butun vujudim titray boshladi. Feyxiya bir chetda qarab turardi. Og'zini ochdi, ammo ovozi chiqmadi. Faqatgina ko'zidan yosh oqardi. Qo'limni Vangsiga silkidim. "Agar chaqmoq ma'budi seni urishidan qo'rqmasang, ol" dedim. Vangsi aybdor bo'lishiga qaramasdan, yuzi ozgina bo'lsa ham qizarmadi. Aksincha, menga e'tiroz bildirishga urindi.
Kartoshka meniki, albatta olaman, dedi va ketishga chog'lanib orqasiga o'girildi. Hech kim Fengxiya ketmonini olib, unga tashlanib qoladi deb o'ylamagandi. Uning ortidan bir kishi chetga qoch deb baqirmaganida Vangsi o'lgan bo'lishi ham mumkin edi. Vangsi Fengxiyaning o'ziga tashlanganini ko'rib, unga tarsaki tushirdi. Fengxiya Vangsidek kuchli bo'lmagani uchun yerga o'tirib qoldi. Tarsakining ovozi yuragimni tilib o'tdi. Suvga shalop etib tushgan odam chiqaradigan ovozga o'xshardi. Darhol borib Vangsining yuziga bir musht tushirdim. Boshi chayqalib ketdi. Mening esa qo'lim og'ridi. Vangsi o'rnidan turdi. Ketmonchani olib menga tashlandi. Chap berdim va men ham qo'limga ketmon oldim. Agar qishloq ahli bo'lmaganida, o'sha kun ikkalamizdan birimiz bo'lmas edik. Shu payt rais kelib qoldi. Unga bo'lib o'tgan voqeani aytib berdik. Rais, agar bir-biringizni o'ldirib qo'ysangiz, men yuqoriga nima deyman, deb baqirdi. So'ng so'zida davom etdi. Fengxiya bunday ish qilmaydi, biroq bugungacha Vangsi ham o'g'rilik qilgan emas. Shuning uchun bu kartoshkani ikkiga bo'lamiz. Rais Vangsi kartoshkani unga berishini kutib turdi, ammo uning bunday niyati yo'q bo'lib, qo'lidagi kartoshkani mahkam ushlab turardi. Bu yoqqa olib kel, deb buyurdi rais. Vangsining boshqa chorasi qolmagan edi. Kartoshkani raisga berar ekan, rangi ro'yi abgor bir holda edi. Rais yonida turgan odamdan o'rog'ini oldi. Kartoshkani yerga qo'ydi va bir zarbada ikkiga bo'ldi. Biroq kartoshkaning bir bo'lagi ikkinchisidan kattaroq edi. Buni qanday qilib bo'lishamiz, deb so'radim. Buning yo'li oson, dedi rais. Kattaroq bo'lagini yana ikkiga bo'ldi va bir bo'lagini cho'ntagiga urdi. Qolgan ikki bo'lakni menga va Vangsiga uzatdi. Endi tengmi, deb so'radi. Albatta, bir bo'lak kartoshka bitta oilaga yetmaydi. Biroq o'sha paytlarda boshqacha fikrlardik. Juda qiyin ahvolda edik. Bir oydan beri umuman don-dun yemagandik. Dalada yeyilishi mumkin bo'lgan hech vaqo qolmagandi. Shunday paytlar kelgan ediki, agar birov sizdan bir tovoq guruch evaziga joningizni so'rasa, bir emas, bir necha kishi navbatga turishga tayyor edi. Vangsi bilan kartoshka sabab janjal qilgan kunimiz jashin hassasiga suyanib, qishloqning kirish qismigacha kelgan edi. Men o'sha payt dalada edim. Uni ko'rib, qayerga borayotganini so'radim. Shaharga, otamni ko'rishga boryapman, deb javob berdi. Qiz farzand sifatida otasini ko'rib kelishga borish uning haqqi. Uni yo'ldan qoldirishni istasam ham befoyda ekanligini bilardim. Yurish uchun qanchalar harakat qilayotganini ko'rib, kel Fengxiya ham sen bilan borsin, yo'lda senga hamroh bo'ladi, dedim. Jashin menga qaramay, uning borishini istamayman, deb javob berdi. O'sha mashaqqatli paytlarda Jashin juda asabiy bo'lib qolgan edi. U bilan tortishib o'tirmadim. Uning asta-sekin shaharga qarab ketishini kuzatib qoldim xolos. Shunchalar zaif va ozg'in ediki, suyagining ustiga teri qoplab qo'yilgandek ko'rinardi. Bir paytlar yarashib turadigan ko'ylagi endi judayam keng, xilvirab qolgan, shamolda ustidan uchib ketadigandek xilpirardi. Uning shaharga borib olib, tilanchilik qilishni rejalashtirganini bilmasdim. Qorong'i tushguncha ham kelmadi. Qaytib kelganda yurishga majoli yo'q edi. Uni birinchi bo'lib Fengxiya ko'rdi. Ko'ylagimdan tortqiladi. Ortimga o'girildim va so'qmoq bo'ylab kelayotgan xotinimga ko'zim tushdi. Hassasiyaga suyanib, nafas rostlardi. Bizga qo'lini silkitib qo'ydi. Qo'lini ko'targanda xuddiki boshi gavdasidan uzilib tushadigandek ko'rindi menga. Zudlik bilan u tomonga qarab chopdim. Endi yetib borganimda yerga yiqildi. Ikki qo'li bilan hassasiga yopishib olib, past ovozda "Fugui, keling, keling" deb yig'lardi. Yoniga yetib borib, turg'azishga harakat qilayotgandim. Qo'limni qo'yniga suqdi. "Qarang", dedi qiynalib nafas olar ekan. Qo'ynida kichikroq guruch xaltasi bor edi. Hayron bo'lib qotib qoldim. "Guruch", deya oldim. Jashinning ko'zlaridan yosh oqdi. "Otam berdi", dedi. O'sha paytlarda bir xaltacha guruchga ega bo'lish katta boylik edi axir. Bir dona guruch yemaganimizga eng kamida bir yoki ikki oy to'lgandi. Xursandchiligimizni so'z bilan ifodalab bera olmayman. Yuchinni axtarib ketarkanman, Fengxiyaga onasiga yordam berishini tayinladim. Yuchin suv bo'yida yotar, qornini suvga to'ldirib olgan edi. "Yuchin, Yuchin" deb chaqirdim.
juda holsiz ovoz bilan javob berdi. Boshini burishga ham majoli yo'q edi bechoraning. Qani yur uyga, guruch sho'rva ichasan. Yuchin guruch sho'rva haqida eshitishi bilan vujudida qayerdandir kuch paydo bo'ldi. Darhol o'rnidan turib, "Guruch sho'rva?" deb baqirdi. Qo'rqib ketdim. "O'zingni bos" dedim hayajonlanib. Jashin qo'yniga berkitib guruch olib kelganini boshqa birov bilishiga yo'l qo'ya olmasdik. Hamma uyga kirganidan so'ng eshikni yopdim, qulfladim va Jashin shundan keyingina guruch xaltasini qo'ynidan olib chiqdi. Xaltachaning yarmini qozonchaga bo'shatib, suv soldi. Fayya olov yoqdi. Oradan biroz vaqt o'tib, sho'rva qaynay boshladi. Hamqishloqlarimizdan biri kelib qolmasin deb, Yuchinni kulbaning teshikchasidan qarab turishga, qorovullikka tayinladim. Guruch qaynab chiqishi bilan uning hech narsaga o'xshamaydigan ajib hidi kulbamizni to'ldirdi. Ortiq kutib tura olmagan Yuchin qozonning boshiga yugurib bordi va bir necha marta bu hidni ichiga tortib nafas oldi. "Ajoyib!" deb takrorlardi u. "Darrov ishga bor va qorovullikni davom ettir", dedim va eshik tomonni ko'rsatdim. Yuchin 2 marta sho'rvani to'yib hidladi. Keyin vazifasiga qaytdi. Jashinning yuzida tabassum paydo bo'ldi. "Nihoyat, sizlarga tayinli ovqat pishirib bera olaman", dedi shekilli. Gapirar ekan, ko'zlaridan yosh shashqator bo'lib oqardi. "Bu guruch otamning ko'z qorachig'idek saqlab qo'ygan zaxirasidan", deb qo'shib qo'ydi, ko'zida yosh bilan. O'sha payt kimdir keldi va "Fuguyi" deb chaqirdi. Qo'rqib ketganimizdan nafasimiz to'xtab qolgandek bo'ldi. Yuchin eshik oldida qotib qolgan haykal misolida turardi. Faqatgina Fayya eshita olmagani uchun yuzida tabassum bilan olovga o'tin tashlashda davom etardi. Shovqin solmasligi uchun yelkasiga turtib qo'ydim. Hech kim javob bermagani uchun jahli chiqqan odam "Mo'ridan tutun chiqyapti, lekin hech kim javob bermayapti", dedi baqirib. Biroz vaqt o'tgach, u odam ketgandek bo'ldi. Yuchin diqqat bilan ko'chaga qaragandan keyin "Ketibdi", dedi. Jashin ikkimizning ko'nglimiz joyiga tushdi. Sho'rva tayyor bo'lgach, to'rtalamiz stol atrofida o'tirib, ovqatlanib oldik. Hayotimda hech ham bunday ishtaha bilan shunchalar laziz ovqat yemagan edim. O'sha ovqatning ta'mini eslasam, hali ham so'lagim oqib ketadi. Yuchin ovqatni bir ko'tarishda yeb tugatdi. Birinchi bo'ldi. Og'zini katta ochib, chuqur nafas oldi. Labining atrofidagi uchuq bir necha kundan beri ketmagan, hali ham og'riq his etardi. Ovqatni yeb bo'lganimizda rais ko'rinib qoldi. Qishloq odamlarni ortidan ergashtirib kelayotgandi. Ham qishloqlarimiz guruch yemaganiga 1-2 oy bo'lgan edi. Biz eshikni yopganimizdan keyin mo'ridan tutun chiqqan. Buni hamma ko'rgan edi. Birinchi kelgan odamga e'tibor bermagandik. Ammo u borib hammaga aytgan ekan. Endilikda bir to'p odam kelar, ularni rais boshlab kelmoqda edi. Rais uyga kirishi bilan hidni sezdi. "Nima pishiryapsizlar? Hidi zo'r-ku", dedi. Kulib qo'ydim, lekin hech narsa demadim. Agar javob bermasam, rais qayta so'rashga uyalsa kerak deb o'ylagandim. Jashin ularni uyga taklif qildi. Ularning ko'zlari o'ynardi. Ba'zilari yotoq ostiga, qozon ichiga qarashardi. Yaxshiyam Jashin guruchning qolganini qo'yniga bekitib olgan edi. Shu sababdan istaganlaricha tekshirishlari mumkin. Birozdan keyin rais ularni to'xtatdi. "Nima qilyapsizlar? Bu yer sizning uyingiz emas. Tashqariga chiqinglar. Daf bo'linglar bu yerdan, la'natilar", deb qo'ydi. Hamqishloqlarimiz ketishganidan keyin rais eshikni yopdi. Biz tomonga o'girildi va hech ham do'stona bo'lmagan nazar bilan shunday dedi: "Fuguyi, Jashin, agar yeyishga biror narsangiz bo'lsa, menga ham biroz beringlar." Jashin ikkimiz bir-birimizga qaradik. Odatda rais bizga yaxshi munosabatda bo'lardi. Endi bo'lsa, yolvorayotgan edi. Qanday qilib yordam bermaslik mumkin axir? Jashin yashirib qo'ygan guruch xaltachasini olib chiqdi. Raisga bir hovuch guruch berar ekan, "Sizga bera oladiganimiz shu, janob rais", dedi. "Buni oling, uyingizga olib borib, guruch sho'rva qilib iching." Rais "Menga yetadi", deb duduqlandi. Jashin bergan guruchni cho'ntagiga solib oldi. Keyin qo'llarini cho'ntagiga solganicha yaxshi kayfiyat bilan tashqariga chiqib ketdi. Rais chiqishi bilan Jashinning ko'zlaridan yosh sizib chiqdi. U bir hovuch guruch uchun yig'layotgan edi. Uning bunday yig'lashini ko'rib, chuqur xo'rsinishdan boshqa hech nima qila olmadim. Guruch hosili yig'ib olingunga qadar kunlarimiz shunday davom etdi. Juda yaxshi bo'lmasa ham,
kamida bizning oilaga yetadigan guruch to'plangan, ahvolimiz asta-sekin yaxshilana boshlagandi. Biroq kutilmaganda Jashinning kasalligi zo'rayib ketdi. Natijada bir necha qadam tashlashdan ko'piga yaramay qoldi. O'sha baxtsiz yil uning sog'ligini batamom barbod qilgan edi. Ammo Jashin kasallikka yengilmadi. Dalada ishlamasa ham uy ishlari bilan shug'ullanishda davom etdi. Devorlarga suyanib, uyni supurar, changlarni artardi. Kunlarning birida uyda ishlayotgan paytida birdan yerga yiqilib tushdi va qayta o'rnidan tura olmadi. Feyxiya ikkimiz uyga qaytib kelganimizda uning yerda uzala tushib yotganini ko'rdik. Yuzida jarohatlangan edi. Uni yotoqqa olib o'tdim. Yuzidagi qonni tozalash uchun qizim sochiq olib keldi. Bundan keyin umuman yotoqdan turmaysan dedim unga. Jashin chindan ham kuchli ayol edi. Shu ahvolda bo'lsa-da shikoyat qilmadi yoki umidsizlikka tushib ko'z yosh to'kmadi. Yotib qolgan paytlarida uyda nechta kiyim bo'lsa, hammasini uning yoniga qo'yishimni tayinladi. Biroz o'zimni ovutsam, ko'nglim joyiga tushadi dedi. Eski kiyimlardan Feyxiya va Yuchinga kiyimlar tikdi. Bolalar ularni kiyishganida ko'rinishidan yangidek edi. Biroq keyin bilsam, u o'zining kiyimlarini ham bitta qo'ymay so'kib, bolalarimizga kiyimlar tikibdi. Bu ishidan jahlim chiqdi. Biroq u tabassum bilan kiyimlar kiyilmasa eskirib ketadi dedi. Endi bularni kiymasligimni hisobga oladigan bo'lsak, isrof qilmagan yaxshi deb qo'shib qo'ydi. Jashin menga ham kiyim tikib berishini aytdi. Biroq uni tugatmay turib, hatto ninani da tuta olmaydigan ahvolga kelib qolishini kim ham bilibdi deysiz. Feyxiya va Yuchin uxlayotgan edi. Jashin gaz lampasi yorug'ida men uchun kiyim tikayotgandi. Qattiq charchoq tufayli peshonasidan to'xtamay ter oqardi. Bir necha bor uxlashini so'radim. Boshini chayqab rad etar va kiyim deyarli tayyor bo'lib qoldi deb javob berardi. Bir ozdan keyin igna qo'lidan tushib ketdi. Uni olish uchun uzanganida qo'llari titray boshladi. Ignani olishga harakat qilayotganini, unga qarab egilganini ko'rdim. O'zim olib berdim va u yana ignani qo'lidan tushirib yubordi. So'ng to'xtamay yig'lay boshladi. Kasal bo'lganidan beri birinchi marta shunday yig'lashi. Bundan keyin umuman qo'li ishga bormasligini tushunib yetdi. Yotoqqa mixlanib qoldim. Endi qo'limdan hech narsa kelmaydimi deb so'radi mendan. Ko'ylagimning yengi bilan uning ko'z yoshlarini artdim. Shunchalar ozg'in ediki, yuzidagi suyaklari bo'rtib chiqib turardi. Unga juda charchaganini, sog'lom odam ham u qilayotgan ishlarni qila olmasligini aytib ovutgan bo'ldim. Feyxiya endi katta qiz bo'lib qolganini, bir paytlar u oladigan ballardan ham ko'proq bal olayotganini aytib tasalli berdim. Bundan keyin oilamizda pul muammosi bo'lmasligini tushuntirdim. Lekin Yuchin hali kichkina, dedi u menga kechasi bilan yig'lab chiqdi. O'lsam meni kafanga o'ramang, deb takror tayinladi. Kafanga o'raydigan bo'lsangiz, qattiq tugun solishingiz kerak bo'ladi. U dunyoga borganimda men u tugunlarni yecha olmayman. Bir parcha matoga o'ranglar, shuning o'zi yetadi dedi. Shuningdek, meni ko'mishdan oldin yuvintirib qo'yish esdan chiqmasin, deya yolvordi. Feyxiyaning ham bo'yi yetib qoldi. Turmushga chiqadigan yoshda, deb so'zida davom etdi. Uni ham uzatsak, ko'zim orqada qolmas edi. Yuchin hali kichik, aqli ko'p narsaga yetmaydi. Shu sababli uni kaltaklab ozor bermang. Rafiqamning gapini eshitib, qalbim qayg'uga botdi. Unga aslida men ancha yillar oldin o'lib ketishim kerak edi dedim. Jangda bir qancha kishilar o'lib ketdi. Men bo'lsam bir amallab hayotda qoldim. Har kun o'zimga o'zim yashashim kerak der edim. Shunday qilsam, uyga qaytib yana sizlarni ko'rish imkoniyatim oshardi. Endi sen bizni tashlab ketish haqida gapirib o'tiribsanmi? So'zlarim ta'sirchan chiqdi shekilli. Ertasi kun uyg'onsam, Jashin ko'zlarini menga tikib, o'ylanib o'tirganini ko'rdim. Fugui, men o'lishni istamayman deb shivirladi. Yagona istagim har kuni tongda uyg'onib, sizni va bolalarimni ko'rish, dedi. Bir necha kun o'tib, dam olganidan keyin Jashin qayta kuchga kirdi. Ko'p o'tmasdan turib, o'zi yotoqda o'tira oladigan bo'ldi. O'zini ancha yaxshi his etayotganini bildirdi. Juda xursand edi.
dalaga qaytishi mumkinligini aytdi. Biroq bu safar unga ruxsat bermadim. Bundan keyin o'zingni qiynamaysan. Kuch yig'ishing kerak. Hali sen bilan uzoq umr ko'rishimiz kerak dedim. O'sha yili Yuchin 5-sinfga o'tdi. Xalqda shunday ibora yuradi: balo kelyapman deb ogohlantirmaydi.